Hiylakor to'ti bir savdogarning nihoyatda chiroyli va xushovoz to'tisi bor edi. Savdogar parrandalar tilini bilar va ertalabdan kechgacha to'ti bilan maroqli suhbat qurar edi. Kunlardan bir kun savdogar Hindistonga safar qilish uchun shaylanibdi va barcha qarindosh urug'lari, do'stu birodarlari bir yerga to'planib, ular bilan xayrlashar ekan, har biridan mo'jizalar mamlakati Hindistondan "Senga nima sovg'a keltiray?" deya so'rab chiqibdi. Har kim o'zi yoqtirgan narsasini aytibdi. Eng so'ngida savdogar to'tiga murojaat qilibdi. "Qani aytgin-chi, to'tijon, senga ne istaysan?" debdi. "Menga hech qanday sovg'a kerak emas", deb javob beribdi to'ti, ma'yus boshini chayqab. "Hindiston mening tug'ilib o'sgan yerim, vatanim bo'ladi. Mabodo u yerda mening qarindosh urug'larimdan birontasini uchratib qolsangiz, ularga salomimni yetkazing-da. Shunday deng, sizning birodaringiz vatanidan yiroqda, siz uni unutib qo'ygansiz. U taqdir taqozosi bilan mahbuslik jazosini tortmoqda. Siz to'tilar esa ozodsiz. Bamayli xotir bog'dan bog'ga uchib, shoxdan shoxga sakrab, yayrab yuribsiz. Vatangado jigaringiz vatanni deb, sizlarni deb kecha-yu kunduz nola chekmoqda. Mahbuslikdan qutulishning biron bir yo'lini bilsangiz ayting, yo'qsa hijroni ortida yona-yona adoyi tamom bo'ladi deng." Savdogar to'tining iltimosini ham yon daftariga yozib qo'ydi-da, yo'lga tushdi. U yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Nihoyatda Hindiston mamlakatiga yetib keldi. O'rmonda to'tilar galasi ko'rindi. Savdogar otini to'xtatib, ularga tutqun to'tining salomini yetkazdi va hamma gapini oqizmay bayon qildi. U gapni tugatgach, daraxtdan o'tirgan to'tilardan bittasi tap etib yerga tushibdi. Tipirchilab jon berdi. "Hayotdang", debdi o'zicha savdogar. "Nega ham to'tining gaplarini ularga yetkazdim? Bir begunoh parrandaning umriga zavol bo'lib o'tiribman. Hoynahoy o'lgan jonivor to'tining yaqin qarindoshi bo'lsa kerak. Men keltirgan xabardan yuragi yorilib o'ldi boyoqish." Savdogar otiga qamchini bosib yo'lida davom etdi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, savdogar vataniga qaytib kelgach, to'ti uni savolga tutdi. U esa shunday deb javob berdi: "Senga nima desam ekan? Qarindosh urug'laringga gaplaringni yetkazganimdan pushaymonman." "Nega?" so'radi to'ti. "Bir daraxtdan bir gala to'ti o'tirgan ekan. Men ularning oldiga borib salomingni yetkazdim. Keyin haligi gaplaringni aytishim bilan to'tilardan biri tap etib yerga tushdi-yu, shu zahoti jon berdi." Savdogarning bu gapini eshitib, to'ti o'tirgan joyida bir tipirchiladi-yu, qafas ichida jon berdi. Buni ko'rib savdogar chuqur g'amga botdi. Faryod urib, o'zini o'zi koyib ketdi. Savdogar yig'lab, siqtab to'tini jasadini qafasdan olibdi-da, uni hovlidagi bog' tomonga irg'itibdi. Shu lahzada to'ti yerga tushar tushmas qanotlarini yoyibdi-da, parvozga shaylanibdi va bog'dagi baland bir daraxtga borib qo'nibdi. "Bu nima qilganing?"
taajjublanib so'rabdi savdogar. Menga bu hiylani o'sha siz ko'rgan To'ti o'rgatdi. U menga yetar asirlikda yashaganing. Birodarlaringni ko'nglini ovlash uchun shirin suhbatingni bas qil. O'zingni o'lganga sol-da, qafasni tark et, degan edi. Shunday deya To'ti osmonga ko'tarildi va o'z vatani Hindiston sari yo'l oldi. Matnni Akmal Rahmatullayev o'qidi. Bizlarni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz.